Bismillah. Xo'p, scalpingga strategiya o'rganamiz endi. Hamma narsa joyida, ekran ketyapti, zapis ketyapti. Savollar bo'lsa bermay turasizlar. Savollar bormi deganimda esingizda aqlab turgan savollarni, savol bormi deganimda so'rayapsizlar. Xo'p, strategiya qanaqa? Ko'ryapmi hamma narsa? Ha, zo'r ko'rinyapti. Xo'p. Bozor ertalabda ketib qoldi ikkita. Xo'p, bozor ertalabda 3 ta ochiladi. Ochilgan joydan boshlaylik. Kechagi dushanbani ko'ramiz mana. Xo'p, mana bozor marta gap bilan ochilibdi. Siz ertalabda turasiz, qiladigan ishingiz. Xo'p, sizni qiladigan ishingiz ertalabda turasiz, yozyapman. Birinchi qiladigan ishingiz bozor ochilishidan, misol ertalab 3 ta ochilyaptimi, bozor ochilishidan 10 minut oldin bozor ochilishidan oldin psixologik zonalarni o'zingiz uchun belgilab olasiz. Xo'p, psixologik zonalar nima? Bu shunaqa zonaki, misol siz take profit qo'yayotganda, order qo'yayotganda, misol sizni zonangiz bor, zonangizga order qo'yayotganda, patsazdan ong ostingizda, misol sizni zonangiz 4859 bilasizlik bo'lsa, siz buni patsazdan 59 emasda 60 ga qo'yasiz. Hedge fondlar, markaziy banklar shunaqa ishlaydi. 860 bo'ladigan bo'lsa, orqasiga e'tibor bersangiz, shunaqa sonlari bo'ladi, ana pipslari. U pipslarga qarashmaydi ular. 4860 bo'ladi. Misol, naprimер aytyapman. 4861 bo'lishi mumkin. Bu orqasiga pipslar hisoblanadi. Ularda yo'q u narsa. Yo'q emas, balki hisoblashmaydi. Xullas, sizni qiladigan ishingiz har bir 5 punktga deysizmi 50 pipsga zona belgilab olasiz, xuddi bunaqa qilib mana. Belgilab qo'yibman mana. 4775, 4880, 4885. Buni hozir naglas qo'yib chiqdim. Senda ustiga bo'lsangiz mana 4832 turibdimi? Belgilaysizda rovna 4880 ga qo'yiladi. Qo'yishni o'rgatyapman hozir sizga. Psixologik darajalar shular. Xo'p. Belgilab olasiz. Psixologik darajani kim tushunmadi? Psixologik darajani tushundinglarmi? Qaysi ekranga qo'yib bunga. Psixologik darajani tushundimmi hamma? Ha, tushundik. Hop. Siz qiladigan ishingiz o'rtacha 100 punktga mana shunaqa qilib har 5 anaqasiga 50 pipsga qo'yib chiqasiz. 75 ga birinchi darajangiz 4775 mi? 4875 gacha tepaga 100 punkt, 100 punkt qilib qo'yib chiqasiz. Bozor ochilishidan 10 minut oldin. Bozor ochiladi. Hop, mayda bozor ochildi. Например, bitta daraja. Xo'p, endi siz bozorni kutib o'tiribsiz. Например, ikkita daraja chizaylik. Просто, например, uchun tushuntiryapman, misol uchun tushuntiryapman. 65 60. Qarang. Bozor mana diapazon mana yerda turibdi deb hisoblandi. Sham ochiladi. Mana uni yoradi. Zonani yoradi. Zonani yorib yopilishini kutasiz buni. Shunday qilib. Qani boyaga yozganim. Xo'p, zonani belgilab oldingiz. Ikkinchi qiladigan ishingiz
zonezi yorgan shamchani yopilishini kutasiz. Zonezi yorgan shamni yopilishini kutdingiz. U 1 minutlik ishlaydigan, skalpingga qiladigan narsa bu. Olasiz, qochasiz. Xo'p, qarang, zonezi yordi. Zonani yordi degani katta ehtimol bilan narx, mana sal kattaroq qo'ying. Ko'rinyaptimi hammaga? Ha, ko'rinyapti. Katta ehtimol bilan narx shunday qilib zonangizga tegib, mana ikki chiqish kerak. Lekin esa narx sizni foydangiz 5 punkt bo'ladi. Xo'p. Keyingi ham katta ehtimol bilan ochiladi. Ochilib, menga bitta fitilcha tashlaydi. Bu yoqqa qarab ketadi. Ha, istoriyada ko'ramiz. Siz qiladigan ishingiz zonani yorib yopilgan shamdan, misol tepaga yorildimi, siz tepani bayda kutyapti o'zingiz, mana shu yerdan bay kirishni boshlaysiz. Kichkina lot bilan. Maka keladi, yana bayt qilasiz, menga narx kelganda foydangizni olib qochasiz. Endi bo'ldi, bozordan chiqdingiz. Bitta modelingiz ishlab bo'ldi. Keyingi model sham keladi, mana yerda yordi. Misol. Keyingi sham yorib yopilgandan keyin, misol hali mana sham yopilgani yo'q. Menga keldimi? Siz tek profitga keldimi, yopasiz, bo'ldi, bozordan chiqib ketdingiz. Makta keladi, yopadi. Zonani yorib yopiladi. Uje sizda yana bitta ideya bor. Yana bitta model paydo bo'ldi sizda. Endi sizni keyingi target zonangiz qani 70 bo'lsa, Xo'p, keyingi target zonangiz mana 70 zona bo'ladi. Bunda ham xuddi shu ssenariyni kutasiz. Keyingi sham yopildi, ya'ni mana o'sha yorib yopildi. Menga keladi narx, kelib bu yoqqa chiqishini kutasiz. Lekin inakda kelmay qolishi ham mumkin. Xo'p. Inakda narx pastga yorib qo'yishi mumkin. Mana uni qizil qilaylik. Har doim ham ketavermaydi-yu. Qizilga yorib qo'yishi mumkin. Pastga yorib qo'yishi mumkin. Pastga yorib qo'ysa, mana yerdan bayt qilganlari hali minusda turibdi. Pastga yorgan taqdirda ham endi siz ssenariyingiz nimaga o'zgaradi? Bunday qilib turib, bunday kelib pastga tushishga o'zgaradi. Bozor nima qiladi? Bu sharoitda siz aytgan bayt qo'ygansiz, to'g'rimi? Bozor adin qo'y mana yerdan reaksiya olgani keladi. Qilaylik. Fitilchasi bilan meniki keladi. Kelganda, meniki tekkanda baylaringizni yopib turib sira selkirasiz. Yoki yana bitta usuli bor. Misol mana yerda siz minusda o'tiribsiz, mana yerda yorib yopilganda bayt qoldingiz-ku. Siz stop loss zonangiz 65 bilan 70 60 bilan 65 ni yarmi necha bo'ladi? 60 bilan 65 ni yarmi necha bo'ladi o'rtoqlar? 62,5. O, malades. Sizni stop loss zonangiz 62,5 da bo'ladi. Qani 62,5. 62,5 da bo'ladi. Sizni oldingizda ikkita yo'l bor. Chunki bozor qayerga ketishini bilmaysiz-ku hali. Xohlasangiz yorib o'tgan joyda mana yerda buy kirdingiz, ushab o'tiribsiz, bozor mana yerda sizni manipulyatsiya qilib, pastga yorgandek aldab turib, shunday matroqqa keladi, dalishi 75 ga qarab ketishi mumkin. Agar mana shu vaziyatda ushab olsangiz, zo'r foyda qilib chiqib ketasiz bozordan. Yoki yo'q, ushab o'tiraman desangiz, stop olasiz. Stop olgan taqdiringizda ham boya aytganimdek bozor baribir baqa keladi. Kelganda sel ishlab, keyingi targetingiz ne bo'ladi? Mana ikkigacha bo'ladi. Shunaqa. Zonalarni belgilab oldingiz, zonaga kelsa, zonani yorib o'tishiga qarab turib ishlayverasiz. Endi buni mana hozir istoriyadan ko'ramiz sizlar bilan. Bozor ochilgan joyi. Xo'p. Bozor tepada ochildi, gap bilan ochildi. Kutib tura qolasiz. Bozor qarang, mana bu joyda
Sizni mana bu zonada hech qanaqa sham yo'q hali. Kutib turibsiz. Pastga yorib o'tdi. Bitta narsani tushunib oling. Inakda sham shunaqa qiladiki, bitta shamni o'zi, hali volatilность kuchayib ketadi-yu. Volatilность kuchaygan mahalda iloji bo'lsa ishlamang. Buni hali fletga tushib qoladi-yu bozor. Londonda, London sessiyasida ili newslar chiqargan kun fletga tushib qoladi bozor. Ash mahalda zo'r ishlab beradi bu. 3dan 3ga ishlab o'tiraverasiz. Siz ash flet zonani ushlab oling, ash narsa kerak sizga. Inakda volatilность kuchayib ketgan mahalda sam qurib ketgur, bitta o'zi markamda kelib qo'yadi. Yoki deb qiladida, mana yarimi bor-u, yarimigacha kelib qo'yadi. Yorib turib, mana stop loss zonangiz deyapman-ku, ashikacha kelib qo'yadi. Kirmaysiz unda. Sizga iloji boricha bu stop loss zonangizni imkon qilsangiz, agar chalg'imasangiz, bu senterini ham belgilab oling. Zona belgilayotganingiz, ya'ni stop loss zonangizni ham chizib oling. Xo'p. Agar siz sham stop loss zonangizdan pastda, mana shuni chizing. Tushunarliroq bo'lish uchun bizning stop loss zonamiz qani? 92.15. Masalan, 92 bilan 90 orasida kutib o'tiribmiz. Bunda yopilib qolsa, siz aslida selga ishlashingiz kerak edi, to'g'rimi? Zonangizni pastga yordi. Lekin stop loss zonangizdan pastga yopilib qoldi sham. Ishlamaysiz, o'tkazib u modelni. Mana bunaqa vaziyatda mana bunaqa vaziyatda. Bitta shamni o'zi ikkala zonani orasida yopilib qoladi. U paytda ishlamaysiz, u modelni o'tkazib yuborasiz. Birinchi o'tkazib yuboradigan joyingiz, ikkinchi o'tkazib yuboradigan joyingiz zonangizdan pastda yopilib qoladi. Shu o'tkazib yuboradigan joyingiz. Agar masalan bunday bo'lib qoladigan bo'lsa, ishlayverasiz. Mana unda masalan pastga yordi deysiz, ish qilaverasiz. Endi qarang mana. Mana yerda nima bo'lyapti? Ishlamadingiz, o'tkazib yubordingiz. Zonangizga keldi, zonangizni yormadi hali. Mana yerda mana. Ertalabda o'tiribsiz, birinchi anaqa zonangizni yormadi, keyingi ham zonangizni yordi. Zonangizni yordi-yu, lekin stop loss zonangizga kelib qoldi. Stop loss zonangizni yorib qo'ydi. Bunda o'tkazib yubordingiz. Keyingi ham ne qilyapti? Mana zonangizni yorib yopildi. Nechida yopilyapti? 95 bilan anaqani yarimi 97,5 bo'ladi. 97,5 ga kelmabdi bu sham. Oppa mana. Kelmasdan yopildi, to'g'rimi? Uje bu sizga chiroqcha yonadi, buy. Qayerdan buy kirishni boshladingiz. Mana o'sha sham yopilgandan keyin sirazi buy kirishni boshladingiz. Kutyapti o'dingiz, mana pastroqqa tushsa yana tiqaman dedingiz, lekin kelmasdan dalish ketdi-da, take profitingizni oldi. Ketdik. Keyingi sham Qayta take profitingizni oldingiz, qochdingiz, u ushlab o'tirish kerak yo'q. O'z scalping ishlayapsiz. Swing trade qiladi, day trade qilayotganingiz yo'q. Bu scalping ishlatadigan narsa bu. Foydangizni oldingiz, qochdingiz, 5 punktni olib chiqib ketdingiz. Xo'p, keyingi sham zonani yorib, tepaga yorib yopildi. Yashil sham bo'ldi, to'g'rimi? Xo'p, stop loss zonangiz qani? 800-205 bo'ladigan bo'lsa, mana o'sha ham hali stop loss zonangizga bormasdan, ya'ni center o'rtasiga kelmasdan tepaga yorib yopildi. Xo'p, kirishni boshladingiz. Buy kirishni boshladingiz, jicha teparoq qo'yildi, pastga tushdi. Pastga tushgan taqdirda ham siz stop lossingizga kelmadi hali, buy tiqyapsiz. Keldi. Uzr, ozgina shamollash bor. Keldi, yana bitta keldi. Take profitga bordimi? Take profitga bordi. Xo'p, take profitga borib nima qildi? Mana yerda bozordan chiqib ketdingiz mana zonada. 805 ta o'sha bozordan chiqib ketdingiz, foydangizni olib, buy ishlab bozordan chiqib ketib bo'ldingiz. Endi sham nima qilyapti? Yoryapti. Uji sizda buy. Yorib yopildi, yopilish kerak. Birinchi qoidamiz yorib yopilish kerak. Zonani yorib yopildi mana o'sha. Uji yana siz buydasiz. Buy tiqishni boshladingiz, stop loss zonamizga kelganmi? Xo'p, 802 bo'lsa stop loss zona mana bu ekan, bilasiz, stop loss zonasi deyapman. Xo'las, pastga tushgan sari tiqyapsiz, bitta otdi. Maniga keldi, yopdingiz. Nimangizni yopdingiz? Izdelgalaringizni olib chiqib ketdingiz.
Xo'p, nima qilyapti bozor? Kelyapti, kutib o'tiribsiz. Mana yerda bozordan mana shu shamni o'zida foydangizni olib chiqib ketdingiz. Hali yorib o'tgan sham yo'q sizda. Kutyapsiz. Narx anaqani ichida, zonangiz ichida o'ynab qoldi-da, yordi. Yorib yopildi. Xo'p, bu yerda stop loss zonamiz qayerda bo'lyapti? 805 va 807,5 bo'ladi. Xo'p. Endi mana yerdan yorib o'tdi, bayt qishni boshladingiz. Bayt qilyapsiz va yorib o'tib yopildi, to'g'rimi? Bayt qilyapsiz, teparoqqa yurdi, zonangiz stop loss zonangizga kelmadi. Agar spreadingiz katta bo'ladigan bo'lsa, ko'ryapsiz mana stopni olganmi, stopni olar ekan bunda. Stopni olib, agar to'xta emasin, 3 dan 3 yetiz. Bitta tomoni bor, agar spreadingiz katta bo'ladigan bo'lsa, ashini hisobini oling. Bunda qarasangiz mana stop loss zonaga kelmagan. Atrofida o'ynab, agar spreadingiz katta bo'ladigan bo'lsa, oladi unda. Kelib, reaksiya olib, shiba. Qiynagan bunda, birdan yetib ketmagan, borgan baribir. Borib, take profitingizni oldi. Foydada chiqdingiz. Keyingi ish nima qildi? Take profitingizni mana yerda bozordan chiqib ketdingiz bo'ldi, yopdingiz. Lekin bu sharoitda ham bozor zonangizni yorib yopildi mana. Bir boshdan ketyapmiz. Zonani yorib yopildi. Bayt qishni boshladingiz, picha pastroqqa tushdi. Foydangizni oldingiz, qochdingiz. Katta bo'lib ketdimi bu? 20 ekan. Foydangizni oldingiz, qochdingiz. Bu ham shu mana zonani yorib yopildi. Teparoqqa chiqdi, atkat berdi, bayga qarab ketdi. Endi mana qarang. Mayda stop yirkansiz. Mayda stop deysiz, lekin baribir zona ishlab bergan. Model ishlab bergan. 20 bilan bo'lsa 22,5. Siz stopingizni olib o'zi ham ketar ekan, qarang. Xo'p. Mayda foydangizni olib chiqib ketdingiz, maydan tiqqanlaringizni foydasini oldingiz, chiqdingiz. Yana bitta sizda model bor. Sham nimangizni yorib, zonangizni yorib yopildi, bayga model istayapsiz yana. Bozor nima qildi? Tepaga yurdi, zonangizga keldi. Zonangizga kelgan taqdirda ham 20 dan 25 bo'lsa, 26. Pastda 2 punkt yurib, pastga tushib, siz stopingizni olib, bayga ketdi. Ash tomoni bor. Xo'p, bu yerda Xo'p, bu yerda ham endi agar batda reentry qilib kirdingiz bo'lmasa stop. Keyingi zonani kutyapsiz. Keyingi zona ham keldida, zonani yorib yopildi. Siz yana baydasiz. Xo'sh, keldi, ichga pastroqqa tushdi, tepaga chiqib, mana qilib vakillab qoldi-da. Zona bu yerda ham stop yedingiz baribir. Okey. Endi mayda ko'ryapsiz, fletga tushib qolgan narx. Fletga tushib qolsa kutib turadi. Hali maydalab boradi-yu. Anaqa almashadigan mahallarda maydalab tashlaydi. Kutib o'tiribsiz. Mana yerda endi biz aytgan narsa bo'lgan endi. Keldi, zonaning ichida mayda mana qilib o'ynab qoladi. Qarang, 1 2 3 4 5 6. Luchu vaziyatda kuta qolasiz. Xo'p, mana yerda nima qilyapti? Mana o'sha zonani yordi demaysiz-da, zonadan tashqarida, zonani ichida turib yorish kerak-da. Agar mana o'sha sizga bunday bo'lib turib yorganda, bunda ishlasangiz bo'laverardi. Kutyapsiz. Keyingi sham nima qildi? Qizil sham uzun bo'ldi-da, to'plama yarmigacha kelib qo'ydi. Bu vaziyatda ishlamaysiz. Kutib o'tiribsiz. Zonani yorib sham yopildi, lekin bunda ham naglas qarasangiz, o'rtasini yorib olgan, kirmadingiz, o'tkazib yordingiz. Keyingi sham nima qildi? Xo'p, keyingi sham ham mana uzun bo'lib ketdi. Ikkita zonani orasida bitta sham bo'lib qolgan. Bunda ishlamaysiz. Bunda luchi ishlamaysiz. Kutib turdingiz. Keyingi qizil sham pastga yorib yopildi mana. Mana uni kutyapti o'zingiz, mana uzun shamni, mana atkazuvchi, mana unga qaramaysiz. Qizil shamni qarayapsiz. Qizil sham nima qilyapti? Pastgacha yordida, yarmigacha kelganmi? 32,5. Bu ham yarmigacha yorib qo'yibdi. Buni ham ishlamaysiz. Luchi buni ham o'tkazib yuborasiz. Narx o'ynayapti. O'ynab mana o'sha ham yordi mana.
Bizni anaqamizga, bizni modelimizga, bizni qoidamizga to'g'ri keladigan sham bu. Kutyapsiz. Matdan bayt qishni boshladi, tepaga yurdi, pastga tushdi, tepaga yurdi. Bunda pastga tushib ketgan, take profitgacha bormagan, lekin va aytgandek bu scalping. Tapir-tupir bosasiz, olasiz, qochasiz. Agar yopsangiz, yopdingiz. Bo'lmasa, mana yerda stop olasizmi, nima qilasiz? 32,5. Yarim belgilaydi. 32,5. Xo'p. Mana yerda bayt qishni boshladingiz. Bayt qishni boshladingiz, keldi, tepaga chiqdi. Sizga shans beryapti bozor. Stop lossingizga yaqinlashib turib mana yerga keldi. Kelganda endi qarang. Mana yerda bitta e'tibor qiladigan nozik joyi bor. Mana shu sham bizni zonamizni pastga yorib qo'ydi. Mana qizil sham. Mana qizil sham zonamizni yorib qo'ydi. Uji model almashdi. Model endi selga. Siz minusda o'tiribsiz, no joyi bor. Mana shu joyga chiqqanda sizning minusingiz kamayadi. Mana yerda sizga bozor shans beryapti mana yerda. Bozor sizga shans beryapti. Mana yerda bosgan ba'zi anaqalaringiz, delkalaringizni qanchadir kamroq minusda, stop olmasdan kamroq minusda yopdingizda, mana yerda sizga selga deya berganmi, sel tiqishni boshladingiz. Seldasiz, pastga tushadi bozor, take profitingizni ko'paytib oladi, yana kutib o'tiribsiz. Kutib o'tiribsiz, sizda model yo'q. Xo'p, keyingi ham nima qilib? Mana bozordan chiqib ketdingiz, yangi model qidiryapsiz. Yangi model mana sizga sel berdi. Bozor mana sel tiqishni boshladingiz, jicha pastroqqa tushdi, nima qildi? Asli spread hisobiga stopingizni ag'baq qiladi, lekin adin baribir ishlab beradi. Stop olsa agar lutsi bunda haligi zonangiz belgilab olasizda, naglas anaqa qilib o'tiraverasiz. Zonangiz belgilaysiz, chunki aytganimdek qarang. Spread hisobiga stopingizni olib qo'yishi mumkin. Ash tomoni bor. Poylab o'tiribsiz, misol stop qo'ysiz, mana yerda siz stopingizni bunday o'padida keyingi zonagacha borib beraveradi. Shuna qilib ishlayverasiz. Kim tushunmadi strategiyani? Kimda nima savol bor? Savolinglar bo'lsa, qo'linglarni ko'taringlar. Ochib ber, aniq qilaveramiz. Kim tushunmadi strategiyani? Alyo. Internet ishlayaptimi o'zi? Savol yo'qmi hech kimda? Savol yo'q, aka. Video qilib iltimos tashab qo'ying, Muso. Sizni ovozingizni bo'lgim kelmadi. Yo, so'ravering endi mana savolingizni. Yo'q, savol yo'q. Hozir men chalg'ib qolyapman-da, g'azayirlar kelib, ichga chalg'itib qo'yapti. Shunga o'chirib kanaldan chiqib turaman. Videoni iltimos tashab qo'yasiz. Xo'p, bo'ladi, bo'pti. Xo'p. Alisher aka, men mikrofoningizni yoqdim, gapiravering. Aka, tushunsiz, charchamayapsizmi? Qanaqa? Kechroq kirib qoldim-da. Mana bu zonani nimadan belgiladingiz, aka? Uni videoda tushuntirdim. Hozir vaqt anaqa qilmaylik, videoni kanalga tashlab qo'yaman, ko'rib olaverasiz. Ha, bo'ldi. Hop. Keyin qani tochka aka kim edi? Anaqasi yo'qmi? Alaykum. Charchamayapsizmi? Nima savol aka? Qanaqasiz ustoz, charchamaysizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Sizmi ustozingiz savdolar bilan? Alhamdulillah, Xudoga shukr. O'z sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Bas aka, amallayapmiz. Nima savol aka? Tanjoningiz sog' bo'lsin. Qarang, men bu zonadan zonagacha mana belgilanyapti-yu. Hop. Ya'ni men bir ikkita anaqa Telegramdan tushuntirganingiz bo'yicha soat 16:00 dan yoki 15:30 dan yopilgan svichadan tepa past soyasidan zona qilib olamiz. Kichkina time frame'da 15 yoki 5 da o'sha zonani belgilab olib, o'sha yerga kelsa bay yoki sel tushuntiruvdingiz. Ya'ni svicha u yoqqa yo bu yoqqa yorsa. Siz hozir o'tgan safargi strategiya bo'yicha so'rayapsiz, to'g'rimi? Ha, endi hozirgiga ilova qilgan holda-da. Xo'p. Yo'q, unga anaqani davlat junini xususiy junga aralashtirmang. U boshqa strategiya, bu boshqa strategiya. U strategiya swing. Hozir scalping o'rgatyapman. Uni bunga aralashtirmang. Chalg'itib qo'yadi.
Ha, unda qarang, mana shu aytmoqchi bo'lganim, mana zonadan ya'ni biza selga yo bayga ishlaymiz-ku. Mana shu nima desa bo'ladi? Prostatka juda ham katta bo'lib ketyapti. O'shani aniqroq aniqlash iloji bormi? Qanday prostatka katta bo'lib ketadi? Mana hozir zonadan zonagacha. Hozir ham mana shu strategiyani 5 tushuntirib. punkt xolos. 5 Ha? punkt xolos. Zona 5 punkt, stoplosingiz 2,5 punkt. Xohlasangiz Ha. ko'pgina tiqmang. 0,1 dan 1 dona tiqing. Farqi yo'q uni. Tushunarli. Biriga Hozir Yo'q, qarang, 1 ga 2 ishlayapsiz-da. Agar stop lossingiz oladigan bo'lsa 2,5 punkt minus, take profit bo'lsa 5 punkt plus. 1 ga 2 ishlayapsiz. Scalping bu. Prosta siz ertaga strategiyani cho'tki tushunib olganingizdan keyin uverin bo'lib, deb qarashda uverin bo'lib, xohlasangiz tapra tupur, misol $50 XNS'ga o'tkazib olib turib, razgon qilib olasiz. aha. Liba take profit, liba nima slip. Liba, demak, yo'q, men stabilni ishlayman deydigan bo'lsangiz, ana shu zonangizga kelib yorib yopiladigan bo'lsa, kiryapsiz. Sizga mana qanday ishlaysiz? Qarang. Xo'p, ishlash qanday bo'ladi? Misol, mana yerda qarang. Kutib o'tiruvdingiz, zonangizga keldi, yorib o'tdi, to'g'rimi? Aha. Siz qanday ishlaysiz? Stabilni ishlayman desangiz, stabil ishlayman desangiz, mana yerdan mana sham yopilganda kirmaysiz, ko'rinyaptimi? Aha. O sham yopilganda kirmaysiz. Mana zonangizga yorib o'tildi, siz sel kutyapsiz-ku, to'g'rimi? Aha. Sirazi mana joyga siz sel limit qo'yasiz. Aha. Sel limitingizni oladi, narx pastga tushadi, qaytib keladi, take profitingizga boradi. Siz stop lossingiz mana yerda bo'ladi. 25 bo'lsa 27,5 mi? Mana yerda bo'ladi. 1 ga 2. Ha. Ay, prostatka katta, misol mana yerdan kirsangiz 1 ga 2 emasda, o'sha bu. Ha. Zonangizni mana yerga limitgazni qo'ydingiz, oldi, pastga ketdi. Nimaga mana yerdan kirishni boshlaysiz? Chunki inakda beka kelmasdan narx ketib qolishi mumkin-da. Ash tomoni bor. Shuning uchun mana yerdan kirishni boshlaysiz deb o'rgatyapman. Bu scalpingda bu. Ha. Stabilni ishlayman desangiz, shu nu tomoni bor. Zonangizga kelmasdan ketib qolishi mumkin. Ha, baraka toping. Ana o'tkazib yuborishingiz mumkin. Shuning uchun sham yopilishiga sirazi kirishni boshlaysiz degan joyim shu. Scalpingda shunaqada. Swingda bunaqa. Swing deyman, hali stabil ishlayman siz bunaqa. Xo'p, unaqa qilib ishlating. Biz bunaqa qilib ishlating. Xo'p, endi qarang, mana shu siz ko'rsatayotgan zonani pastdagi zona bor-ku, ya'ni tek deymiz-ku. Xo'p, take profit zona, Ha, pastroq mana qarang, shu yerda bo'lgan narsani qarang. Xo'p, yordi, biza tekka qo'ydi. Stopimiz ma'lum. Hozir stopimiz oldida yana ketdi-da pastga. Qanday past stop? Mana shu mishkangiz yuribdi-ku, mana shundan kirdi-ku. Matda qarang. Bu yerda ham zo'r ishlab bergan u. Mana yerda mana qarang, matdan siz sel tiqdingiz. Stabil 0,01 tiqdingiz, например. 2,5 ga stop, $2,5 stopingizni qo'ydingiz. Matga keldi, take profitingizni oldi. Bo'ldi, model ishlab bo'ldi. Bozordan chiqdingiz. Mana o'sha ham hali yopilgani yo'q. Siz take profitingizni oldingiz, hali yopilgani yo'q. Yopildi-da, razi pastga yorib yopildi. To'g'rimi? Yopilgandan keyin uje sizda yana chiroq yondi, endi selga ishlayman, zonani pastga yorib yopildi deyapsiz. Kutib o'tirib, hech qancha kuttirmadi-da bozor. Kelib yana sirazi siz orderingizni oldi, take profitingizni oldi. Bo'ldi, shu. Ha, tushunarli. Hozir undan keyingiroq sal men telefondan hozir kuzatyapman, o'ng tarafimda mana bu sel zonamiz ikkinchi, ya'ni hozirgi mishkangiz turgani tepasiga chiqqani bor-ku. Hop. Ya'ni yashil yorib yopildi tepada, keyin paglashina qilib yana selga oqib ketgan joyi. Bu joymi? Yo'q, o'ng taraf. Aslida o'ng tushdi mana hozir. O'ngga ketdi. Tepaga. Ha. Mana qarang, mana mana shu bo'layotgan narsani aytmoqchiman-da. Ko'pincha menda shunaqa narsa juda ko'payib ketyapti-da. Ya'ni mana shu sel zona bo'lsa, sel zonaga retesga ikkinchi marta kelyapti deb o'ylayapman-da, lekin tepaga yoryapti-da.
yana avratga qaytib ketyapti. Men aytmoqchi bo'lganim, mana shu tepaga qancha mana shu pipsi hisob olasizmi hozirgi paytda? Bu joyda. Ha, mana shu zonadan tepaga yopildi-ku yashil svicha. Hop, endi qarang. Mayda siz take profitingiz olib chiqib ketdingiz. Kutib o'tiribsiz. Ha, kutib o'tiribsiz. Mana o'sha ham yorolmadi. Mana o'sha ham pastga yordi. To'g'ri. Siz makelingizni qo'yardingiz, siz topingizni oldi. To'g'rimi? Top oldingiz. Lekin bozor nima qildi? Mana yerda o'sha zonani yorib yopildi-yu mana o'sha ham. To'g'rimi? Mana o'sha ham yorib yopiladi, o'sha sizda qizil yonish, anaqa yonish kerak. Bozor bu yoqqa yorib qo'ydi, o'sha anaqaga nima deydi? Bak ishlashim kerak degan narsa yonish kerak. Ha, bag ishlashim kerak deysizda, qanchadi xohlang minusda yoping, xohlang kuting, yopdingiz. Kutib o'tirib, mana bagga yorib qo'ygandan keyin sразу mana bag limitga olib kelib, bagga qarab ketyapti. Xo'p, bu qaysi time frame'da hozir? 1 minutlik bitta biz scalping ishlayapmiz. Aha, men boshidan kira olmadim-da. Mana hozir shu qarang, hozir tepaga yordi. Pastda hozir zo'r tushuntirdingiz. Endi mana tepaga yordi, to'g'rimi? Mana tepaga yordi-da, shu menda anaqa signal keldi, bo'ldi. Chiqib ketgan dedi, chiqib ketdim. Keyingi safariga tepada bay ishlagin deyapti, bay ishladingiz. Oldiz chiqdingiz. Yana bitta joyi bor. Qaranglar. Bu scalping bo'lgani uchun bitta narsaga e'tibor beringlar. Mana yarimga keladi-yu. Ha. Kutib o'tirish hojati yo'qda. Masalan, 001 dan emasda, 001 dan 2 ta kiring. Bittangizni sirasi yoping, bittangizni bezbitga qo'yib qo'ying. Take profit kutib o'tirmang. O yarimidan masalan bittadan kirdingiz-ku, 001 dan 2 dona tiqdingiz, например. Ha? Bittasini yarimiga kelganda yopdingiz, bittasini bezbitga qo'yib qo'ydingiz. Sizdan bo'laveradi. Hozir men qarang, mana shu narsa juda ham qiziq bo'lyapti-da menga. Mana shu zona mana shu kakda mishkis turibdi, tepaga yordi, to'g'rimi? Mana tepaga yordi, ha. Ha, tepaga yordi-da, siz aytgandek 50%, ya'ni 2.001 dan ochgan bo'lsa, bittasini tirs etib foydada yopdi. Ikkinchisini endi ajdani kutyapmiz keyingi zonagacha, agar kerak bo'lsa. Bu keyin bitta yana 50% minusga tushdi. Haligi foydamiz bo'ldi, 0.0 bo'lib turibmiz hozir. Mana mashina pastga tushganda, lekin biz bayga yo'nalishimiz bor. Bizani tekimizga hali o'zimizni taxminiy tekimizga chiqmadi. Ya'ni 50% ga chiqdi. 50% ni kutyotgandik. Pastga yana 50% tushib ketdi. 0.0 da turibmiz. Mana shu pastga tushishini ana точка входа deydi-yu, 0.3 dan kirishni qanaqa aniqlay olamiz demoqchiman. Imkoni yo'qmi yo'q? Baribir bozor prostatga ozgin tiqishi qanaqadir qonuniy degan narsani bilsam, men yerda o'tirmayman to'g'risi. Degan narsani bilganimda o'tirmasdim. Ben endi shuni mukammalroq qilay, kerak bo'lsa boraman, kerak bo'lsa nimadir o'qish kerak bo'lsa. Yo'q, test qiling, test qilganingiz sari, tushunganingiz sari savollar ko'payaveradi. Anaqa qilasiz, ishlab ko'rasiz, bunday qilib ko'rasiz, o'xshaydi, bunday qilib ko'rasiz, o'xshamaydi, o'xshamaganini boshqacharoq anaqa qilasiz. Bu praktik gapiradi-da, mana bu bilimni o'zi bilan ishlasa qilolmaysiz. Tushunarli. Ishni o'rganganimda qaraysiz, to'xta bu model ishlamaydi deysiz. Bu hozir bermaydi deysiz. Bunga qolasiz hali. Ana aytadi-yu, o'qigandan ko'ra uqqan ham yaxshi deydi-yu, shunaqa ekan-da. Qarang, bitta narsa bor-da, shep. O'qish bor, yuqish bor. O'qinglar, yuqsin. Shunaqa bolalarni bilaman, zo'r bo'ladi. O'zbekistonda 80% bo'lmasa 70% bolalar tradingni zo'r biladi. Prosta yuqmaydi, ashi bilimi unga yuqmaydi. Qanaqa qilib ishlashni bilmaydi. Duxyo. Ishlashni bilmaydi emas. Bilimini qanaqa qilib, bilimidan foydalanishni bilmaydi. Ashi ham bitta aniq. Yana kimda nima savol bor? Qarang, menda oxirgi anaqa kechi analiz berdingiz-ku, ya'ni bayga. Qarang, men o'sha yerda adashmasam
H4'da ochilgan switch edi. O'sha yerga bir marta kelib urilgan, ikki marta yetar yetmas, uchinchisida xullas 84, 80dan bay berdingiz-da. 78 dan berdimmi? 80 midi, 78 bo'ldi. 78 yoki shu 80, maksimum 85 edi-da, misol. Xo'p, Men to'g'rirog'i o'sha joyda qarang, qanchalik to'g'ri fikrladim. Ya'ni bizda zonamiz shu yerda adashmasam 63 60 atrofi edi-da zonamiz. xo'p. Mana shuni siz analiz qilsangiz-ku, bayda deysiz. Sizmi 60 gacha tushib beradi dedingiz-a? Ha, men yozuvdim. Mhm. Mana shuki kelmadi-da, keyin u yuzdan aytdingizki, voy yaramas. Bizlarni kutmasdan ketdi dedingiz-da, lekin vashi chutki ishladi. Men nima demoqchiman? Zonamizga har doim ham kelmas ekan-da, to'g'rimi? Asha gap, agar 100% ishlaydigan narsani bilsam, bu yerda o'tirmayman. Ha. 100% kelib beradigan joyni bilsam, hatyobi 90% kelib beradigan joyni bilsam, 80% kelib beradigan joyni bilsam ham bu yerda o'tirmayman. Baraka toping. Mana shunaqa to'g'ri gapligingiz uchun Alloh rozi bo'lsin sizdan. Nima yaxshi niyatingizga yeting. Rahmat. Savollar bo'lsa yozaverasizlar. Yana kimda nima savol bor? Strategiya bo'yicha gaplashamiz. Kimda nima savol bor? Qo'lni ko'taraveringlar. Hamma shunaqa zo'r tushunib oldimi strategiyani? Xo'p, qaranglar, men hozir zapisni o'chiryapman. Ko'ringlar boshqatdan. Agar nimanidir tushunmasanglar, yozaveringlar. Lichkani ham qo'yib qo'yganman anaqaga. Xohlasanglar izohlarda yozasizlar, farqi yo'q. Tushunmagan joylardan o'qinglar. Bir hafta demoda anaqa qilib, test qilib ishlab ko'ringlar. Sirazi popillab real shotga o'tib ketib, minus qilib qo'ydim, silik qilib qo'ydim, dalbib nimani o'rgatding o'zi emas. Ishlab kelayotgan narsa, o'zim ham ishlatadigan narsa. Prosta ishlashni yaxshilab tushunib oling. Qoidalarini berib qo'ydim. Praktika qiling. Kerak bo'lsa bir hafta, 2 hafta, 1 oy praktika qiling. Yaxshi tushunib olganingizdan keyin ishlang. Bitta narsa 100% ishlamaydi. 100% ishlaydigan narsa emas. Sizga 50% ishlab bersa ham 1-2 ishlayotganingiz hisobiga foydada yuraverasiz. Qoidasi shu. 100% ishlaydigan narsani qiziqmang, bozorda yo'q, unaqaligi sehrli masalliq yo'q bozorda. 100% narsa ishlaydigan narsa yo'q. Ana shu narsani hisobini oling. Zapisni o'chiryapman. Hali ham hech kimda savollar yo'q ekan. Yaxshilab tushunib ko'rib, savollar bo'lsa beringlar. Sog'lik, salomatlik qanaqa banon qilardik endi? Zapisni o'chirish. Остановить запись.